Kecha qabulimizga 30 yoshli bemor keldilar. Menga eko tavsiya etishdi. Shunga nima deysiz? Lekin faqat turbaringni o'ziga tushganda bo'ldi. Bitta turbaringni ko'rib, eko tavsiya qilish xato ekanligini sizlarga tushuntirib beraman. Kecha qabulimizga 30 yoshli bemor keldilar. Turbalarni tekshirib ko'rganlar, bitta tomonlari qisman ochiq, ikkinchi tomonlari spazmlar hisobiga, chandolanish hisobiga butunlay bekilib qolgan. Menga eko tavsiya etishdi. Shunga nima deysiz? Tavsiya bering deb qabulimizga kelibdilar. Doimiy hayzlar kelar ekan, gormonlari yaxshi, holatlari yaxshi ekan, lekin faqat turbaringni o'ziga tushganda bo'ldi. Menda hayz yaxshi keladi, ekoga ko'rsatma bo'ladimi? Shuni bir sizdan bir maslahat olish uchun keldim deb aytdilar. Men shunda so'radim ularga, eringlarning spermogramma qog'ozlari bormi yoki sizlarda follikula zaxirasi ko'rilganmi degan savolga ular yo'q deb javob berishdi. Va bu holatda men bildimki, ekoga to'liq ko'rsatma tavsiya olisha olmagan, faqat turbaringga qarab eko tavsiya etishgan. Bu juda ham noto'g'ri qaror, chunki agar faqat turbaringni xulosasiga qarab sizlar ekoga ko'rsatma deb o'ylab boshlasanglar, lekin ekoni bilasizlar bosqichlari bor. O'sha stimulyatsiya bosqichi bor, punksiya bor, o'sha punksiya jarayoni bor, follikulani o'stirish bor. Bundan keyin erkakning urug'ini olib qo'shish jarayoni bor, eko jarayoni. Aynan o'sha jarayonlar uchun biza uchun zaxira baza bo'lishi kerak. Baza kimda bo'ladi? Erkak bilan ayolda. Ko'pchilik o'ylaydi, faqat o'sha turbalar yopiq bo'lsa, sirasi eko boshlab olish kerak. Yo'q. Birinchi navbatda ayolda aynan zaxira gormonlarini, zaxira imkoniyatlarini ko'rish kerak. Eng birinchi navbatda. Ya'ni o'sha biza bilgan ayimgi gormoni tekshiruvdan o'tish kerak. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, o'zida vaginalni ko'rganda follikula zaxirasi qancha, o'zi nechta, yetarlimi yo'qmi? Shu haqida ham ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Va uchinchi plyusimiz erkakning urug'i. Ya'ni erkakning urug'ining aktivligi qanaqa? Xo'p, harakatchanligi qanaqa? Denkada buzilishlar yo'qmi, bormi? Bularni hammasini shoshmasdan etap-etap ko'rikdan o'tkazishimiz kerak. Shunda biza eko jarayonini boshlasak, ularni o'xshash ehtimolligi, o'xshash imkoniyati, darajasi oshib boradi. Ya'ni follikula zaxirasini ko'rganimizda birdan baland chiqadigan bo'lsa, demak biza xulosaga kelamizki, ekoni boshlasak bo'ladi. Bu ayolimizda mana bu o'sha 4 ta bir tomonidan yo 5 ta bir tomonidan yoki umumiy olganda 10 ta 12 tagacha follikula olishimiz mumkin stimulyatsiya qilganda degan xulosani beradi. Yoki buqoq gormonlari, balki buqoqlarida muammo bo'lishi mumkin. Yo bo'lmasam testosteronda bog'liq muammo bo'lishi mumkin yoki boshqa organlarda, ya'ni o'sha jigarida yo buyragida muammo bo'lishi mumkin. Chunki eko jarayoni bu juda katta proses. Bu proses jigarga, buyrakga, yurakka albatta ta'sir o'tkazmay qolmaydi. Shuning uchun eko boshlashdan oldin o'sha bizada tayyorgarlik bosqichi deymiz. Aynan o'sha tayyorgarlik bosqichini puxtalik bilan amalga oshirishimiz kerak. Shunda bizada o'sha stimulyatsiya jarayoni, punksiya jarayoni, pasadka jarayoni, embrionni o'sha urug' bilan tuxum hujayrasini uchrashtiradigan o'sha jarayonlar, embrionliklar qilinayotgan o'sha ishlar hammasi yengil o'tadi. Qachon biza tayyorgarlikni puxta olib borsak. Shuning uchun bizdan bir qator tekshiruvlardan o'tish tavsiya etiladi. Faqat turbaringni ko'rib biza hech qachon ekoga tavsiya bermaymiz va sizlarga ham maslahatim, albatta ko'riklardan puxta o'tib, ana undan keyin aniq xulosa bilan ekoga murojaat qilinglar. Eringlarda agar urug'ning morfologiyasida 0 holat bo'ladigan bo'lsa, ekoni boshqa turi tanlanadi. Yoki urug'da denkasida muammo bo'lsa, ekoni boshqa turi tanlanadi. Hammasini o'zini yo'nalishi bor. Yo'nalishni tanlash uchun albatta tekshiruvlardan to'liq o'tish kerak. Ana o'shanda sizlarda aniq hujjat bo'ladi. Mana shu hujjat dokument orqali sizlar ekoni sifatli, tez va aniq, muhimi natija bilan amalga oshirishinglar mumkin bo'ladi. Sizlarda ham eko qilish xohishinglar, talabinglar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada o'z savolinglar, fikringlarni yozib qoldiringlar. Albatta sizlarga batafsil javob beraman.